Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana 2-avgust kuni rama qilgan ho'kizimiz. Oyog'i sondan singan edi. Mana shu ho'kizni oyog'ini rama qilib bitdi. Mana oyog'ini turib yuribdi. Shu yerga bitgan mana. Juda baland bo'ldi do'nqaya bitganini sababi bunda kurkan tuxumi razmerida singan отдельно suyagi bor edi. Tangadek bo'lib отдельно chiq qilib turuvdi. Qimlatganda. Qo'l ustida o'ynab turgandek turuvdi, aniq. Fakt bilan egasidan ko'rgan edik. Mana shu sal do'nqayibroq balandroq bo'lib bitdi. Zo'r sog'lom hayotda yuribdi mana. 30 kunda ramasini yechgandik. Sal oyog'ini turib yuruvdi. Mana 40 kun bo'ldi. Bugun mana 9-sentyabr. Mana ho'kiz 2-avgust bo'lsa 38-37 kun bo'ldi. 40 kun ham bo'lgan aholi. Mana shu holatda zo'r sog'lom hayotga qaytdi bu ho'kiz. Men Iskandarov O'ktam Usmonovich. Qashqadaryo viloyat Muborak tumanidanman. Mana shu sigirlarni oyog'i sondan sinsa ham, bilagidan sinsa ham rama qilaman, bu ixtiroyim. O'zbekiston bo'ylab 20 ming, 25 mingta kamida, bo'lmasa 30 mingta mol oyoqda sinadi. 50% oyog'ini pochasidan sinsa ham 50% bilagidan, sondan, tepadan sinadi. Tepadan singanlar o'lim bilan tugaydigan holat, gangrena bo'lib, pastdan pochadan sinsa nima veterinarlar, cho'ponlar nima qiladi? Cho'p qo'yib bog'lab ramamdan tikiradi. Katta ho'kiz mana. Ikkalasi bir xil ho'kiz. Shu ho'kizlar ikkalasi bir xil ho'kiz. Erta semirsa dekabr oyi 300 kg, 300 kg dan ortiq ho'kiz go'sht qiladigan ho'kiz. Oyoq singandan keyin bir holatda o'lim holatiga keladi. Mana shuni oyog'ini sonidan bilagidan sinsa ham yaxshi qilaman mana shunday. Ko'p ixtirolarim bor, 100 dan ortiq ixtirolar. Bu bittasi. Eng o'zim qilsam bo'ladigan soddasi bu. Soddada ham bo'lmaydi. Xarajat kam, xarajat yo'q edi, kam xarajatli. Uchtasini hayotga tatbiq qilgan ixtirolarimni. Ho'kiz kayfiyati zo'r. Sog'lom hayotga qaytdi ho'kiz. Kasbim elektrik suvarchik. 5-6 yildan beri mollarni sonidan sinsa ham, bilagidan sinsa ham rama qilaman. Mayda mollarni ko'p qilaydim oldinlar. 10 yildan beri qilaman mayda molni. 5-6 yildan beri ho'kizdan sigirlarni qilaman. Sigirlar tug'ib, 3-4 ta tug'ib yuribdi rama qilib bitkirganlarim, sonidan, bilagidan singanlar. Mana shunday kayfiyati zo'r. E'tiborlaringiz uchun rahmat.